ayollar bizdan pul so'rash kerak. Biz ayollarga o'zimiz bilib pul berib turishimiz kerak. Nima uchun degan savol tug'iladi. Birinchi navbatda erkak kishimiz, ikkinchi navbatda tasavvur qilinglar. Uyda ayolingiz nima ishlar qiladi? Ularni yig'ishtiradi. Kirlarni yuvadi 2, idish tovoqlarni yuvadi 3, ovqat qiladi 4, farzandlik qaraydi 5, ishlarni vazifalarni qiladi 6, 7, 8. Endi har bitta vazifa uchun ko'chadan odam sotkasiga necha pulga sotib oladi? Alohida 300 ming, 400 mingga alohida ishchilar sotib oladi. To'g'rimi? Endi nima demoqchiman? Nega biz uyda elektrik ishlari bo'lsa elektrik chaqiramiz, kurchachili buzilib qolsa yoki santexnik ishlar bo'lsa, kranlar yoki nimadir turbalar buzilib, nega usta chaqirib, ustani pulini berishimiz kerak? Nega o'zimiz qilmaymiz? Logично-ku, to'g'ri, mantiqan o'ylasak to'g'rimi? To'g'ri, albatta. Bizani ayollarimiz ehson qilishga haqqi yo'q. Biz pul beramiz, men ehson qilib ber. Bu bizning nomimizga yoziladi-ku. O'zlariga pul berishimiz kerak, обязательно. To'g'ri, hozir pul bera olmaslik sharoitimiz bo'lmasligi mumkin, lekin biz niyat qilib qo'yishimiz kerak, обязательно. Ayolimizga oyiga o'zimiz imkoniyatini kelib chiqib pullar berishimiz shart. Hurmatli ayollar, bu videoni kimga tashlashni o'zingizlar bilasizlar.